Hamma sportsmenlarda, jamiki sport bilan shug'ullanayotgan sportsmenlarda orzusi bu shu UFC kamari bo'ladi. Mana shu orqamda turgan jamiki unvonlar, jamiki kamarlar, bu medallar, bu sovrinlar, bularning egasi kim deb o'ylaysiz? Gaplashamizmi o'z ozgina tanaffusdan keyin biz yana boshladik. Eksklyuzivni intervyular qilishda davom etamiz. Barcha soha mutaxassislari. Sizlardan faqatgina like, kommentariy, podderka qilish kerak xolos. Sportsmenlar o'zi tushunadi, bu qanchalik qadrli kamarligi uchun. Bundan ham zo'ri bor ekan. Men sizlarga ko'rsataymi? Qarang. Men buni ko'rib qo'liga taqaydigan medal desam, lekin bu ham IMAF'ni kamari hisoblanar ekan. Do'stlar, bugun 2 karra jahon chempioni, bizni O'zbekistonimizning faxri jahon chempioni bilan suhbatlashgani kelganmiz. Kimligini aytmayman, kommentariyada o'z izohlarini qoldirib, kimligini topganga chotki bonus bor. Xudo xolasa, bundan keyingi intervyularimiz, bundan keyingi kontentlarimiz faqat manfaatli, sizlarga qiziq insonlar bilan qilishga harakat qilamiz. Ozgina ta'minot bo'ldi, sababi bemorlik bo'lib qoldi. Do'stlar, kuzatishda davom eting, bizni qo'llashda davom eting. Bugun shuncha yutuqlarni egasi va bularga sababchi kim bo'lganligini gaplashamiz o'zida bundan keyingi videoda ko'rasiz. Bu videoda ko'proq sportga qiziqadigan va mana UFC'ni kamarini olaman degan sportsmenlarga, jamiki orzu qilgan insonlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammalaring kuzatishda davom etinglar, hammalaringga omad.